Bu surat bundan salkam chorak asr muqaddam olingan. Unda prezident Karimov hamda parlamentning o'sha paytdagi vakillari, jumladan Shovur Qo'rozmurodov va Murod Jo'rayevlar tasvirlangan. Oliy kengash sessiyalaridan birida Shovur Qo'rozmurodov va Murod Jo'rayev Islom Karimovni paxtani qo'shib yozganlikda ayblashadi. Ko'p o'tmay Shovur Qo'rozmurodov hibsga olinadi. O'tgan hafta boshida ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari diqqat e'tibori 1991-yil oktyabrda O'zbekiston Oliy kengashining 7-sessiyasidan olingan video tasvirlarga qaratildi. Juda ko'p paymol qilinadi. Axir bu Shovur Qo'rozmurodov bizning oila a'zomiz-ku. Biz bir oilamiz-ku shu yerda. 3 ta sessiya o'tdi. Nega bir marta olib kelib eshitmadik? Qonunda yozib qo'yibdi, agar sizning ruxsatingiz bo'lsa, undan keyin qamash kerak. Unda o'sha davrdagi Oliy kengash vakili Jahongir Muhammad Shovur Qo'rozmurodovning hibsga olinishiga to'xtalar ekan, O'zbekistonda inson huquqlari hali juda ko'p poymol qilinadi deb bashorat qilgandi. Birinchi o'sha Shovur Qo'rozmurodovdan boshladi Islom Karimov. Uni o'sha shaxsan tanigan, chunki bu ham Qashqadaryodan, Islom Karimov ham Qashqadaryoda o'sha hokim bo'lgan, birinchi kotib bo'lgan o'sha yerda. Shuning uchun ham bu birinchi Shovur Qo'rozmurodovni qamadi, chunki Islom Karimov saylanayotgan paytda Ro'zimurodov sessiyada shunday o'rnidan turdida, uni ovozi juda gumburlagan edi. Bu odamni saylamanglar, bu odam hammalaringizni yeb ichadi dedi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas. Axir men majbur bo'ldim chet elga ketish uchun ariza yozishga. Nima uchun quvg'in qilasiz? Qo'ying, kelsin Ro'zimurodovni eshitaylik bu yerda. Bugun Shovur Qo'rozmurodov oramizda yo'q. 14 yil muqaddam Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoridan uning jasadi chiqdi. Murod Jo'rayev esa 20 yildan buyon qamoqda. Xullas bilasizmi, o'sha kun 500 kishi bor edi o'sha sessiyada. Agar shu narsa boshiga tushmaganlar bo'lsa, bugun barmoq bilan sanarli bir nechta odam qoldi. Shu 500 odamni hammasi yo quvg'in qilindi, yo surgun qilindi, yo qamoqqa ketdi, yo xorijga ketdi, yo o'ldirildi.